Biz bilan mahirlarimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Salam, hörmətli ustazlar, ustozlar, esil qarğançılar, həmminglarning mush vaqtinglar xeyirlik bo'lsin. Güzel ko'rildin kelgan Abdurahmondan həmminglarga o'tiq salom va oliy ehtirom. Yig'ir kel shaqshaqlar yediganni tip qoldim. Salom bergach ustozlar oldinglarga kelib qoldim. Chiqib keldik sahnaga mazmun qadam tashlaymiz. Shir shaqshaqning beshini Xalmurat kamdan boshlaymiz. Mana Yağır kes çaçaklar mişeledi mekipler sahneler yönetten aka maytonu töküpler. Hizmet kıldım öyleyde takaza dağımıgan senin şu tükvetkininde pılt kılıkçılık maykamıgan. Bekme eksil akacan ağzımızı karattın bulumsuzdan obrazını bekme eksil yarattın. Bakalmıgan derya seni çoğunduğunuzga başlaman menden sizge nasihat olsun aypatem nergiz taşlaman. Köngüldüge acayip mişeledi bölünüpsiz turmuşunuz güzel olsun aypatem gölünüpsiz. Qarab eqib turqa qo'shaqlarga boshlamsiz. Aypatamning kayni kirib menda do'stlaringizni tashlamsiz. So'rinlarga borganda qo'shaqlarim chiqdi naqmaydan qoyimdek, Xalmuratga sizga nima bo'ldi? O'tirib ketdingiz soyimdek. So'rinlarda bayon bo'lsa naqmaydan bayoning mangu saqlanib bo'lsin Xalmuratga Aypatam degan ayoling. Tamakiga tayyordir sarangi bilan chaqbaq, to'y qilgan bo'lmasa Aypatamni qilib yurumgan ahmoq. Buğdaylarni terib qo'ydim, kaptalarni ye deb. Aypatam tegidi aysaqa mushundoq chapdas erdeb. Salom qildik Abdulla boshlamani akuzayli ammoya qaranglar Abdulla akamni tekuzayli. Peshayvonda o'tirsam qaq kelib engishgan bu dunyoda bormidi Abdulla akamdek kelishgan. Saypaylarni o'xshatgan oshxonlik ambal udullimda o'tgan Abdulla akamni hamisidan tambal. Bakmi eksil akajon adovatni tugisiz omaq sabiy ballag'imi naqsh etishni o'rgatasiz. Qarab turib qo'shaqlar deydi-ku. Abdulla aka sizni gigane cho'lpon deydi-ku. Tirishib hayotda murodiga yetalaydi. Guljamaldan tamoqni men xeyli o'xshatib yetalaydim. Qo'lpongizni tushimang oshqidagi oshqiga ko'nglingizni berib etdingiz, menga bermay boshqiga. So'randi qo'shaq etsam mazmun sado yo'q, ko'nglingiz boshqalarga bergan bilan ulardan siz keldigan vafo yo'q. Shunday qildi. Saq hozir mağda o'tadsa Guljamalga. Guljamal O'tib ketdi, oyoq qarab qilib o'zi diqqat oyoq. Bo'lmaydi-ku turmushda odamlarning pochisi, Jirat akam Shinjongdagi emas, rejissyorlarning notisi. So'rang yetib kelsam chaykal chaynakda Jirat akam men qo'shaqni ko'ra olamiz ko'zoynakda. Qarang'ida manganda yormaydi elektr ashad oltagan Yasin akam Chindil shirkatiga direktorman. Qo'yingiz tutib qolsa anchimish tagissiz. Haqiqiy pul topqingiz bo'lsa, men Chindil shirkatiga agissizman. Hayda vaqan mashinang artosan ashad 3 oylarni o'tiribdi, menga o'xshash yitosanman. Xizmat qilib oylada taqazoda amabdi akam 2 kun aynak qarabman, burtini amabdi. Qarab eqib turqa qo'shaqlar ketib bilan men obrazga kelib boray, sanamning so'pillarini setib bilan. Qilib qo'yish chaqchaqni qapoqlar turib qapti, ishkonglarni o'tirsiga kichikini bir bal kirib qapti. Hayoting to'xtamay mishalar chapamay, imzak deydi, o'zining opsini topolmayman. Chaqchaq saq so'ran og'zimiz qarishdi, o'zingiz alomat aka chechingiz yarishdi. Qilib qo'ysang chaqchaqni tegib ketdi, yalisi. Chakoynak ko'ngla kiygan odam tag'latning balasi ham. Aldirtib odamga telefonlarni urvasa, bu yaqil kirishib olmaymiz, qo'shnilarim turvasa. O'timizga foyda qildi to'xoning tashlig'i. O'xshab ketdi etida dehqonlarning ochlig'i. Ashad o'tlagan xonim. Davrdiga ajoyib telefon to'yding ketmaydi. Efronaning go'zalligi menikiga yetmaydi. Misrandiga ajoyib set etmek güzellik kelganda Efronani bes ketmayman. Vaqtiga ajoyib aldirab so'zib olmay sher chaqchaqniymish. Osh adam kelganda buzib olmay. Necha degan ajoyib ashalat bildiki, osh akamning bo'yimi 2 metrlik keldik ham. Inkas degan ajoyib mashalat katkizib etang, yana azroq uzatpa 3 metrga yetkazib etang. So'rinlarga borganda kam bo'lmaydi pashmatlar, kuldir paydo bo'ldi mana, menga o'xshash azimatlar. Tamoq yas oldiga huzurlanib yavasak alomat qo'shilsizlarda mana yurikinglardan devasak. Xizmat qilib o'ylada taqazod hamayman, chiroyli qizlar talab qo'ysa men bo'yta qolmayman. Yag'ir kas chaqchaqlar mishalarni qaqshimayman, odamni xijil qilmanglar, divoniga o'xshamayman mana.
Bo'ladigan turmushda o'zimizning datleri, Urumchida poqvami ko'rilning satleri. Turistga hayotda murodiga yetaman. Qo'shig'im deb bo'lma, ko'rliq ketaman. Tirik bo'lsang tilaksiz bo'lma, yigit bo'lsang yuraksiz bo'lma, izlab tursin seni odamlar bu dunyoga keraksiz bo'lma. O'g'lim qarisi u yaxshi, qizing qarisi u yaxshi, beshingga kun tushganda kim qarisi shu yaxshi. Akaydigining chaqchaq kelganini bilmaydi avvaldan. Yomon qizliqni eng oxiriga olibsa. Kim boqsa shu yaxshi. Ko'ngildagi ajoyib mishalar usquz qo'ymayman. Bugun mushundaq so'rayni, menda 4 ustozlik taqizib qo'ymayman. Davrdiga ajoyib telefon to'yding ketmaydi. Bugun menga 4 onglar chiqsanglarmi, eqim miqdoringlar yetmaydi. Urumchiga yetib keldi, Aqsu boydikilar, bir chavak chamamsizlar emas, o'ng taraf yondikilar. O'stan suvi shaqirab, daryo suvi shaqirab, bir chavak pasang qo'shaq etaman, yana davomliq mushida vaqirab. Odam degan ajoyib o'zlarining g'oyisida, bizdek balli ko'klaydi, işte esil insonlarning soyisida. Kesamidi Sayponning o'zigidan qochisi. Şol tağın edem ha, Yasin Cekam'ın açısı ya. Qaysındaysa? 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 Ağlatның balısı deyip. Ağlatның balısı. Yaxşı leylek köp çıktı, visidi köreyli. Hem de ma fırsatı ma töt ustazlığa bereyli mi? O kolun kayını koyup meşe karandı değil mi bu? Dikide bir deme, üzan zirik. Doğranı koşak etsem mezmununu bilip al. Kerek yok, akıcan şeyşanğı elip almın. Yakan bolsan kolonda turdu, ketmen bilen tiyşan. Muşundaq esil sorunu Cunha vatanimizga qilib etibdi Finshanı. Chaqchaq sorunu chavaqchilab qo'llaydi, bizlarni shipin qilib do'yinga yollaydi. Yaqinchilik bo'lsa azaldan ta'maydi, meni do'yinga chiqasolma, hech kim yurak vermaydi. Qapadagi qushimni maysayrashqa o'rgatdim. Endi she'r chaqchaqni mush yerda tugatdim. Rahmat. Ya bunu başı üzan kandak bundak. Şundak bundak ya mı? Muşunga bir keltirdi hazır kandak şundak. Kandak şundak. Keltirip bakın ama. Kandak Chaqchaq bundak. sorun uzilib kulmaydi. Oypat emede men Xolmuratkamning ishlarini bilmaydim. Ya kandak bundak. Koşup bakın hazırla. Ajoyibkan bu dunyo paranlarim joyida, yuzingiz yo'g'on bo'g'ash kalp qapti soyida. Kandaklarım vardigine. Küçük Polonya yapmışlar. Küçük Polonya başta aldı diye. Hiç aslında ben. Tirishtiq hayotda murodiga yetinglar, mendek esil qo'shoqchiga chirg'inglarni yiqinglar. Oy. Chiroq yoqamsizlar ustozlar? Yaklı yaklı. Yakımız mı ki? Yine qarab beqinglar. Yaksak mı yanmaydı ganda? Qilib qo'ysiz chaqchaqni qapoqlanib turib qolsiz, ertaga o'zingizda ekran ko'rib qolsiz. Ya bu pütüpüptü. Bu çok toluk pütüpüptü. Bu hap olsun mu işte okuydu bu. Hoşal olsun mu işte okuydu. Haklı soktu mu şiiri mu şişti bağlı. Kabiye kötü. Ya belki ustikense şiiri kabiye. Bizden ama ne şiiri kabiyeçilerimiz var. Anda uzun ulamaydı. Naq meydan geldi. Naq meydan mı? Kandak bundak dedim. Yatlı bağım mı ya? Hazır meşehirlik geldi mu? Naq meydan. Ya ben anda sabah kandak bundak koşup da bakın. Naq meydanni keltirib, naq meydan deganni qo'shadi degina. Ya'ni o'zining bir shakli bor-ku, shu shaklga kirib degan ekan. Xuddilikki mashaladagi o'xshar. Mesela molli girin deganni oxiriga keltirib da bakın qapiya topalamsa ki. Molli girin qapiya. Tashqaridan mishala kelmasiz, odamni xijil qilib, molliga raptini bermasiz. Programmamiz xush kelibsiz. Rahmat. She'riy chaqchaq olib keldingiz. Hammamiz intayin kuldik. Naq maydondami korxonchilarimizni qo'shib turibmiz she'riy chaqchaqlaringizga. İnamcanniki aşı şiiri çakçak formulasını öğrenip olsa birinci meni his qilganim. Ondan aşı ahırdaki
Mana bo'lsa, bunda tomlarni mana ketga, mana deganlardan tortibchi. Yoshlar qo'ydi, Inomjonning shu, mana degan qo'shimchalardan. Bundan maxsus shu Inomjonni ustoz tutib o'rgandingmi? O'sha odamnikini ko'p ko'rgan hamda. Mana top to'g'ri. Ashli deyishma bir yaxshi ahvolchi. Buni deganimizda ma Xalmurod deganda ma yozgan sen degan gaplarni uni ko'charding degan gap emas. Emas, Uslub demak. uslub. Uslub demakchi. O'zingning yozganing rost. Yaxshi bo'pti ukam. Men yeshil chiroq berma bu bolaga. Bundan keyin taxim yaxshi qildi. Taxim ratlab birinchi misrasi qisqa, ikkinchi misrasi uzun emas. Emas tan qil endi buniki suhbat. Bo'g'imlaring o'xshash chiqsa, bir kublit bo'ldi-chu bu. Ma'qul bo'ldi. Manda bo'lganda, palon ishni palon qilib aytgandan keyin manda so'g'anda desang, taza qamlashmaydi. Hammasi she'rga o'xshash bo'lish kerakligini Uzun qisqalari tushundingmi? Tushundim. Misraning bo'g'imsallari tang, turoqlari o'xshash, ohangdorligi birdek chiqsa, rasmiy she'r bo'ldi bu. 4 misraning bo'g'imlari tapma-tang bo'ldi. O sen tirishibsa, mashq qilganing chiqib turibdi. Men sana chiroq beraman saqam. Rahmat. Ben sizga chiroq beraman. Chunki siz shu she'riy chaqchaqlar bilan o'zingizni mijo, boshqalarning oldida odam degan o'zini tushirib turib, bir xilcha chaqchaq qilganda bakki yumorist kinasi chiqdi-ku. U mu oson emas. Shuning uchun bu tarafdan sizning bir alayligingiz bor ekan. Boshqalar o'zini vaqtida siz o'zingizni tushirib turib, boshqalarga xushalik ato qildi ekansiz. Bu sizning bir uslubingizga ananiki mening bir azroq taklifim nima desangiz, siz sahnaga chiqqan, qo'rqmay chiqqan. Chunki sizning talantingiz bor ekan. Sahnaga chiqqandan keyin sahna sizdan qo'rqmay, yana bir qatam kelganda sizning boshqa bir holatingizni ko'raylik, kelganingizni qizg'in qarshi olamiz. Rahmat. Siz odatmish ijod etgan qo'lingizga kelganingizni tutib olish odat bor-ku, mundaq turib ijod qildi. Tabii, kelar qatimchi bo'lsa odatni o'zgartirib, sal sahnadagi turish holatiga azroq diqqat qilib qo'ysangiz, siz shu o'zingizni masxara qilish, ma'lum narsangizni inton joy-joy keltirib o'tirib, birdamda yistashqini qo'zg'adingiz shu amaliyotda. Beshida toza joyiga tushmaganda, oqidan bir necha qitim shu o'zingizni ancha-muncha masxara qilish orqali darholla atrofdagi tomoshabinning hammani o'zingiz yig'dingiz. Amaliyotda o'zini masxara qilish farosatning yuqori pallasi deydi-ku. Shuningga siz ham da yuqori ustozlar deganga o'xshash, bu jihat ko'p mashqni qilish bilan birga, bundan keyin ancha-muncha tayyorlik qilgan bo'lsangiz, sizda bu ishni qirg'idek salohiyat bor-ku. Shuning men sizga nomer beraman. Rahmat. Rahmat. Bizning baholi ustozlarimiz sizga yeshil chiroq yoqdi ham taklif fikrlarini berdi, hamda korxonchilarimizning ko'ngil so'g'larini anglab baqandoq programmamizning tajlarligiga mo'lligini silaqlashmaydi. Abdurahmonjon yaxshimi? Yaxshi. Mo'lligini kuldir programmasiga kelganingizga xush bo'ldik. Hamda sizga shu yana Mo'lligini Abdullari ko'ngil so'g'iz qilsam, yana asrash bilan so'g'iz qilsam. Buni Ko'rla 37-rayon joylashgan Mo'lligini maxsus setish do'konidan shu yerdan ta'minlanib olsangiz demoqchi. Ma'qul bo'ldi. Rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshi. Men Cho'ngstam shirkatining nomidan to'yliq yurishlardan bir so'q qilsam, uyga borib yegan vaqtida ishin ochqa vaqt diqqat qilib qilsangiz, 600 mashina chiqib qolish ehtimolligi bor. Chiqib qolsa, shirkat bilan aloqalashib olsangiz bo'ldi. So'g'amni qabul qilsangiz. Rahmat. Yaxshimi? Sanam mahsulotlaridan chash sopullarımızdan, çaş asaraş məhlimindən birey obraz vekilisi buluş üçün yaşlarınızı östürüb kilişinizi ümid qılma. Rahmat. Abdurahman, kam yaxşı. Yaxshi. Yepto, bekto, ahvalını deptor. Çindil bilen dost bulup, sağlam külüp yaşaptor deydiğen şu. Qo'nglaning mı ya o'zingning mi? Qo'nglaning oshma qilib ko'rsa. Men Şinjan Çindil şirketimizniki mahsulotlaridan qalb go'ri ishimniki vitamin D qo'shilgan kalsiy tabletini sovg'at qilay ko'nglimni qabul qilsangiz. Rahmat. Biz Jungchi Viji mashinalarining nomidan sizga mashinaning keyingi solgan sanduqdan so'ni qilay. Rahmat. Abdurahman xush kelibsiz. Rahmat. Sizga shu Sarkar elektr uskunalar shirkatimizning Koreyadan import qilgan markasidagi oliy darajalik tok dazmaldan bir yurish so'q qilsam, buning shu dazmallash taxtalaridan tortib butun narsa bir yurish qildi. Esil teshliq bo'lsa bir umr ishlatalaysiz. Rahmat.
Rahmat. Ben sizge Şinjan qo'shtiruv yuvish buyumlari cheklash shirkati ishlab chiqargan qo'shtiruv markasidagi qoch yuvish, kir yuvish mahsulotlaridan bir yurish sovg'a qilay. Rahmat. Yaxshimisiz, Abdurahman? Yaxshi. Bizning Bergi Biopan texnik cheklash shirkatimizning albatta o'rminlari üzülmaydi. Men shu bizning shirkatimizniki Fairlas markasidagi bir yurish puchlanmalari, anandan keyin shu arjan puchlanmalari, aman puchlanmalari qatorliq mahsulotlarimdan bir yurish sizga sovg'a qilsam, rahmat. Rahmat. Nazifa shirkatimizniki chinqachilardan bir yurish sovg'a qilay, yaxshi ko'rib ishlatishingizni umid qilaman, rahmat. Rahmat. Yaxshimisiz, nihoyat yaxshi bo'lgan bir chaqchaqlarni olib kelibsiz. Efrana Grimchilik nomidan qiz o'g'illar o'rtaq ishlatishga mos keladigan teri asrash buyumlarimizni sizga sovg'a qilsak qabul qilishingizni umid qilaman. Rahmat. Xush keldingiz Abdurahman. Men Gumunaya İnaq Aile Ezgilik Taraqqiyot Cheklik şirketidan bo'laman. Bizning sizga ko'ngil sog'imiz bor. Bizninkimi İnaq Aile markasidagi İnaq Aile yurish so'qmoqlari, İnaq Aile qanatlari, gul qanatlari va shundoqlar boshqa mahsulotlarim bor. Shu mahsulotlardan sizga bir yurish sovg'a qilsam, qabul qilsangiz. Rahmat sizga. Rahmat. Men sizga bir she'riy chaqchaq qilay. Vah. Үрімчіге қош кепсіз чоң базаға бағач кетің, сұлулардың соғат қылай ярелләге ағач кетің. Раван болсын yolunuz, тихімі көкләк кетің. Ой, рахмат. Sen qaytır bakana daraldı qaytır. Sorular bağanda baş qoşaqni tep ketime, bugün muş sorundan jiq soğatlarını ep ketime. Dözüm qolmadı. Yaxshimsiz, shaxsat Eg'iz boshliqi shirkatimizningki bir 1000 yuanlik bir Eg'iz boshliqi sog'lomligi kartasini sovg'a qilsam, Urumchida yana Shinxonallo Güzel Qash mehmonxonasining yanidagi shaxsat Eg'iz boshliqi doktorxonasiga kelib, Eg'iz boshliqini bir tekshirib, umumiy jihatdan bir asrab qilishingizni umid qilaman. Rahmat sizga. Rahmat. Abdurahman yaxshimsiz? Yaxshi. Men sizga bir chaqchaq qilay. Dekabrda judun ko'p, yaqqan qarda belgisi, sog'lomligingizga jur bo'lsin, volqon shortiz ko'psi deb men sizga bir tal ko'pchak sovg'a qilay bunda. Mana. O'choqsan siz bir yondirib qo'ying. Chaqchaq qilsak so'randa og'zimiz qarashsin. Hammamizga sog'lomlikmi, yo'lbos yildek yarashsin. Qizil gulni gul deydi, attir gulga yetmaydi, har xil marka bor deydi, volqon markasiga yetmaydi. Keltirgan. 70 da koyalım. Bu köprüde Abdurahman mı yatmaydı da Xata bos xatiriniz mishalat o'chirib olamsiz, odamning chechini tigidan ko'chirib olamsiz. Qarab yoq turqa qochoqlar qatamsiz, sizmi ashyortir ko'psida. Uxlab yotamsiz. O'zingizmi yotamsiz? Qimmat bo'lsa satamsiz deb. Bo'ldi, men sizga bir tal ko'pchak sog'lay. Lisidin ta'lim yo'qchi bor-ku. Bizlar qachon mehmon tutamiz. Ko'psini berdangiz ham yotqini qachon berasiz? Yana bir qitim puxtaylik qilsangiz bo'ladi. Bu da bir kelsen öylep mi koyduk akşaydı? Yığlab ketken boğaqni beshiklarga bo'leydi, 10-ay kelsa dadam menim o'laydi. Kulki degan ajoyib xapliqni yeb ketdi, menga tekkan qizlar baxtim tep ketdi. Mana. Qarab yoq turqa qo'shaqlar qatalaymi? Menga tekkan qizlarni men o'g'loq kishirib paqalayman mana. Hemen. Yotkunu yok Abdurahman boyu takışırıp gitti diye sen. Buldu karxanchilarimizmi o'zining ko'ngil sog'isini badi. Ko'pdan ko'p rahmat. İşleringlar o'ngishli, oilanglar baxtli bo'lsin, chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Molligirin Küldür programımız nəhayət yuqur kayfiyatda davamlaşatdı. Onda xosa qızğın alqışlarımız bilan mahirlərimizni səhnəyə təklif qılımız. Mərhəmət. Ay Laura. Karvan toxtamay. Ay. Nima? Ya bir çaylarını itip, balarını oktup kakağına. Nimda ensiz xotunuyum onu. Şikadı da dağını koymaydı bu. Vah! Tönögün oğlamның kaptırını gıyni tutuklu al. Ya bu kaptı ben gıyni gidip koyma. Ya oğlamны bugün birine koyma. Qanda çonda da avalınız yaxşı mı? Oy, qanda avalınız yaxşı doğma? Yaxşı çonda. Salamet doğma? Salamet. Ha, çonda da ma öy sizin de.
Mana kaynimdiki yo'g'on qo'ron demsa. Yo'g'on qorasizmi? Bu qora mening qora. At deganda xalqning ishga oldisi yuradigan cho'ngaysa emas ben. Sizning bir narsa so'rab turay deganda. Bir narsa so'raydigan? At deganda ish poq emas, bir narsa so'raydigan. Qanday nima o'sha? Kimning boshisa? Juqaqmaldiki Osmonning o'g'li Zubayr. Osman. Osman Kepakningmi? Yo'q. Qaysining hamsa? Ama Juqaqmaldiki Osman Dangal deb qo'ydi ekan. Voy, Osman Dangalning o'g'li Zubayr Chalma degan sen degina. Diqqat qil, hozir qog'ozda bu tiketni biron qo'g'lagan madaqliq aytadi. Diqqat qil. Dangal. Agara. Bizangmi shuning tushkalla bol ekansa, bir yigit gah qo'yay, qara. Ma bizning mahalda yomg'ir yomon qattiq yog'di. Bu yomg'irni qilmadimi? Nishqa? Patqa qo'kitamsa deyman qo'y. Dadang mata dangal o'sam, menchilikli dangal degida. Chiqinglar yomg'ir qasanglar yo'g'on bir patqa qo'lsizlar. Meni qolichim pitib qoldi. Qizim, qara. Sho'tindim qilsa. Ya men bu kerak bo'lib qolgan shota. Qarsam hech qaysi qo'shnilar qo'pmabdi. Qoq sahat o'tirib ketibsiz. Mashta atigan qo'pil kitma qara. Ya kunda mashta atigan qo'pamsiz? Oy, nimda yursa? Mana soat 7:30 bo'pti, ko'rdingmi? Men 6 bilan qo'p bo'lgan. Oho. Mashta sahat qo'p kitma. Yosh kelganda cho'ngda. Ey. Qo'shnim deysan, seni tunda ko'rishim qo'yma. Men o'zimga tunishdik. Men ma do'xmishki Mijit Kamanga ko'chib keldim, yangidan. Ya, shu 2 qavat uyni sevotgan sening uyingmi? Mening uyim. Fayz yoshi yutibsa, 2 qavatlarni qilsa qara. Rahmat. O'chonglarni chiqiribsa, nongjalonmi ketibdi baqab. Demran qo'yashlarniki o'xshashku. Ya, unda emas, sonda o'zim turdigan hisobda. Mana nima tayyorlik qilyaptamsa? Ya, shu to'y ishlari tayyorlik qilyapgan. To'y ishlari? Ben qo'tkina. Men qaynimdan yo'q. Voy, xafa bo'lmang, cho'ngda xafa bo'lmang. Tang'imi qiz chiqdi ekan desa. Bo'pti, yaxshi bo'pti, to'y qilgin. Maka birdan o'tirmiz. Ya, men sal oldiratdim. Mana shu qarab qolgan. Kim qarab qolgan? Ya, ishlayotgan bola shu akirib ketgan ishlarim botdi meni. Lan nima ishing bor? Ya, shu cho'ngda to'y qilatdim. Voy, yo'g'anim qilsan-ku. Dara. Ya, cho'ngladim masala so'raydigan ishlayotgan to'y qilishib qoldi. Cho'ngladim masala so'raydi ekan. Men uşaq holda ko'rinyapman maka. Ya, cho'ngda. O'tira, amanlayman men. Sizmi qarsam xeyr ish ko'rgan mo'yspat odamdek tursiz. Sizdan bir so'rab boqay. So'rag'in, andin Mush cho'nglarning putini tutib o'tirgan. Bo'ldi. Shu qiz taraf qizmila birgan bir ish bor ekan-a. Qizmili, ha, ashtaşpa, burundupa. Bu ish to'g'riliq har xil odam har xil paronan qildi ekan. Ha. Siz siz qanchalik bir narsa olsak muvaffaq bo'lashaqlarga. Hamdi jinim balam. Bu qizvalni baxmaq, mush o'g'avaldimi baştaş. O'qitirdi, oliy maktablarga opirdi qara. Keyin mana chiqdi turmush qilib, atamiz qoldi. Unda o'g'andan keyin 200 mingni libas oldi. Ha. Ondan qiynat bilan qiynapsini ilqi nimta sayyolaga bir ketdi. Sayyolani bilamsiz? Ha. Mening baxtog'im boshqa yerga ataqsan oldu. 200 ming. Sizning deganlaringizning xeyli bir asosi bor gaplar cho'nda da u. Ha. Ya so'rab boqsam sizning qancha o'g'lingiz bor? Endi mening qizim bor. Taxtaq, uni o'zaro kelishib oldi. Sen o'zing to'ylar qilib qolding, maktablarning putga o'xshamamdi? Ha, maktablarni putirib oldim, 2 yil bo'ldi. Putirilib, mushu cho'nglarning qo'llashi bilan o'z oldim savdo qilyapman. Igilik tiklaymi deb. Igilik tiklaydigan nima ekan u? Tiklaymiz. Ha, igilik tiklashdan burun yilima shotini berma, o'gizang g'umdaroq bir tiklasa avvalo. Hada, yaraqmayapsizda cho'ngda da. Ey, o'qidim deysa, til pullarni bilamsa? Nima? Voy, til, mana nimalarni bilamsa? Nima uchun unda o til pul degan? Mana davlat tili mana. Ha, bilmayman cho'nda da o'zing tushib qaral, qiynalmayman bo'ladi. Menmi 40 tashla til bilmayman-ku. Ya, qo'y qoldi. Voy, das. Chaqchaq qilmang. Tanaplaymi? Ha. Hada.
Uyg'ur tili, Qashqar tili, Xotan tili, Turkman. Ya, çoğunda ularning hammasi bir Uyg'ur tili. Ha. Şu ancha-muncha shivasi o'xshamaydigan yeri bor-da. Ha, shiva. Uyg'ur tili ular. Men o biletdim, sen chivatgan yerim bor-da. Ammo men yetib kel. Bir tilni bilmay qara. Qaysi tilni? İngiliz tiliga sat ustaman. Ya, İngiliz tilini bilemsiz? Navırlarım bana ügüt koydu. Hazır başlangıçniki gibi ötüp ötüptü. Hazır ötüdü. Halau degan gapni ötüp koydu qara. Halovlarni bilib oldingizmi? Halau degan qandavaling degan gapkan ku. Asta degan gap. Voy bizning mijitlarida bir vidim bo'padi. Fikr qo'yadi. Qandavaling deydiganning o'rniga halau. Qalbdi bizga. Bir kun mijozim yo'q, ishkolda o'tirib edim, qara. Mijit keplam halau dedi degan. Mening o'da o kun mijozim yo'q bo'lgandan keyin bugun ancha halau emas deb turdim. Ya bo'lmaylar keraklar bu. Endi ancha-muncha mushta qilib qo'ymiz jinim bola. Shu tinimi men apirma. Lekin ya shu o'rganishni yaxshi qilmasang bo'lmaydimi? Ya o'rganishni yaxshi qilmas. Men o'qimaganning dardini bo'shtatganmi? Ya, xeyli bir o'qigandek tursiz-ku. Men o'qigan. Mana deb bersamza, mijitlarga berib deb qo'ysanda-sa. Ya, aytganlarda u sizdan boshqadan pul misolga o'tiring vakilga. Xeyli qiziq kelib qolgan bu odamni. O'tiring. O deb bering bir anglab boqay. Voy, chiqdajimi? Voy, ama malda qaraganda mashta bo'lib qoldi, shaq bo'lib qoldi. To'g'ri tushana? Men mushu birinchi yillikni saq 5 yil o'qibdim ekan. Voy, ras. Qiqaldiga ishlayapti degina. Birinchi yillikka chiqdim, o'qidim. Qiqilib, ikkinchi yillikka chiqatdim, men qiqaldim. Ya'ni birinchi yilliklar keldi, qarshi oldim. Ularni ikkinchi yilga chiqirib o'tib, yana qiqaldim. Burada besh ketib davomlashdi bu ish. 6-yil sinfga kirsam, mening bir qo'saq inim Olimjon. O tomonda aşağıda. Özümün iyi söylen bir sinf o'qibdimi? O'qimadim-da, savodim nima shundan keyin jamiyatga chiqarib olganman. Ya shu 5 yil o'qib chiqaramagan savodni keyin chiqarib oldingizmi? Ha. Bir yomon ta'sir qilgan emasmi? Qanday ish u? O'tiradi birma. Tutmamsa. Sen bo'lsan-ki. Ya, qarang qisib ketma shunda. Men 17-18 yosh vaqtlarimga deyman. Chash degan mishada. Qiqas yuratdim men. Bir kuni cho'ngdadam meni bir ishga burdi-da. Osh kuni ishini qilib bermadim, yomon uribdi meni. Shuning yo'q, cho'ngdadan o'qigan bo'lib qoldim degina. Bir kuni opam xat yozib berdi. Yani ben putum tutquna. Yani aldım da ötüp. Körünü koyma ben onu. Bakımam sonda da degan teriki to'g'adam bu. Öyle sondadan bir xata bir şey deb opam yezbedi qara. O xatni men o'lim yo'q kelganda o'qib bakmaymanmi? Deb mashto o'qisam qara. O'qimayman degani. Yerim yo'lga kelganda to'xta. 5 yil nima ish qilgan odam sen bila ol. Manda ancha-munch o'rganib qo'y. Ketib o'qibaqay deb. Başta okusam, yani okamadım. Basam çoğundadan iş kaldırdı bak ya. Çoğundadan oturup ki, çoğundada, bunu xatni apam bədi, dividim qara. Xatni içiplam, takıp külketti. Ne bizdi? Oy, ben okumadım. Ne oldu çoğundada? Desem. Ay, abi kirip oturup duruyor, bir kızık isim kip kalgan dedi. Ha, buldu dep oturup tutsam qara. Bir qo'lda cho'ygunni, bir qo'lda dashni ko'tarib kiribdi. Anglashanga bilal, chechingizni tushirib o'taydi demamdi. Men qarab turmanman, so'ramayman. Siz qarab turmaysiz matalatingizda. Ashyoda o'rnimdan qop chip ishtirib. Chiqsaysam qo'qimay qara. O'tirib berdim, chachlarimni bir qismalik qo'ydi meni. Voya opam xatga, chechin tushirib o'tang deb yoz qo'yibdi qara. O'qamaganning ishi-da shu. O'qamaganning ishi. O'qalgan bo'lsangiz-ya. O'qalgan bo'lsam-ya, amanda o'yin tip keling. Otlarni mindirib keling. Bunday gaplarni yoz qo'ymayman emasmi? O'qigan yaxshi, men chiqib ketdim deyman. Hozir yaxshi o'qiyapmiz herhalde. Bo'pti, to'y ishlaringga o'tib chiqibsa.
Şotun ipirayotgan bo'lsangiz chongdada men bir xeyli parang turib ketdi. Şotu nima? Shundirib atmaydigansa? Ya, shundiratmayman. Shundirib atmaydigansa, Ya, shundamayman. Sizning nimangizni nima shundirmayman? Voy, shundir paqasa, shundag'im ham ya. Ya, shundamayman chongdada. Voy, nimda qildim buni? Shundir paqasa. Voy, cho'ngay shomni ko'rsam dog'at poltgan qo'y bu odam. Haqiqatni urib qo'ydim, qada. Shundim ya bu. Hamda shun bo'lgandan urgandan foydasi yo'q-da. Qada, yuri. Men bilan kirishib, shotini apirib, ishiltib bo'lgandan o'zim akir bo'laman. Ya bo'ldi, sizni avar qilmayman. O'zim akir yutman. Men nima? Hasa. Bu bir qismalik uytaymi? Yuri, men bilan kirishib, cho'ngapangni chitay olib qoldi ishkin. Ya, saqlab ketaymi? Voy, saqlaverdi u ha. To'y g'ajab oldiradigan ekan, yuri. Ha, bochangda o'tirib choy ichishimiz o'yinlarimni ko'rib ol. Ha, bo'ldi chongdada. Ha, bochang to'piga chiqib o'tirsang ku ha. Pastli o'tiraylik, oldiratdim-da chongdada. Pastli o'tama. Bizning mo'may paytliqqa tushishga daqamisiz seni? Ha, yuri. Chaqiya, apshi, chaqiya. Mami ben kelib qoldi. Yo'g'on o'ylalar ekan, bu. Mana ko'rdingmi? Salam, hurmatli to'rt ustoz Karxonchi aka Hadila, G'ulji o'g'li Bilal Musodan sizlarga o'ttiq salomlar bo'lsin. Salom, xalqning ko'nglida cho'nqur o'rnagan to'rt ustoz Karxonchi aka Hadila, G'uljining kelgan chaqchaq havaskor Zubayr Sidiqdan hammalarga o'ttiq salom. Bilal inimizni hammamiz tanıymiz, ha? Bizning birinchi qaror Kuldir programmamiz kelgan. Shu vaqtida mening esimda qilishcha, agar sen Shinjang san'at cho'yaningki aktyorlik kasbiga qabul qilinsang, o'qish bilan bitgan-da. To'yga qopmagansan bu qitim. Yo'q, hozir mal doktorlikni o'qiyman. O, kasb alashtirib. Kasb shu bo'qaldi hamdi. Ha. Aning yog'i ta'tilda shu maqitdim shirkat taraflarga berib shu to'g'ri tijorat bilan ancha-muncha chiqishini tanqib menyotyapman. Sen cho'qib buvayni oldiramsan. Yo'q, maqitdim mahsub kelaymi deb Toz o'zimga tushmamdiki dedim-ku. Ha, undaq mahsub bo'lganda buvayni o'rab keldim. Mani bo'layverdim-ku. Noyt bir koj buvay bo'psan-a? Amaliyot qilmishda koj. Ras. Qaysi maktab qabul qilindingiz? Baying shu ekan. Baying shu. Ha, mal doktorlik kasbi. Mal doktorlik kasbi. Yaxshi kasb. O'tgan qitimda agar sen shu yana aktyorlik kasbiga o'tgan bo'lsa, Dazzat shirkati bilan Efrana shirkati o'qish pulini hal qilib o'tgan emasmi? Shu hamda bu doram to'yga qo'pgan bo'lsa, to'yliqlar bitib qolam degan. Mana qizni kam. Uni hal qilolmaymiz. Unda bo'lsa bahalo ustozlarimizninki taklif fikrlarini anglab baqandoq. Bilal bizniki sanimizga xili ko'nib qolgan. Ko'nib qoldi, kunib qoldi ya. Yaxshi Bilal, Zubayr sen-chi, sen nima ishda? Men o'zim mashina to'qiyol kasbda o'qiyman. Mana desam tarbiya olmagan ishking lozim. Havaskorlarga hisob. Navrinim. Bir guruhga kiribsan-da. Shirkatga. Bo'pti. Yaxshi, men nimasi uchun ssenariysini qanday qilyapsizlar bu akavatga idotlidan? Ma'nim shikimiz o'zimiz. O'zing qurashtirgandik. Xeyli komediyali, kulki qo'zg'aydigan yerlar bor-ku aytotniki. Men bir kichikgina bir oddiy bir savatlar bor-ku, shuni deb beray, ya. Birsi ma buvayninki o'zinglar o'ylagandek yerlar chiqmagan yerlar bor-ku. Sen oldin qaytimda bu buvayning bir kulishyapti. Ha deydigan. Shuni izchillashtirmabsan. İkincisi endikin bu buvay açık yaman buvay olgan ekan, açıqlıqan kaj olgan tarafini teximi çus. Teximi açık yaman qısan, endikin turib boşab qap çaqçaq qilgan çelipane. Şunu bilan texim komdik tutsaşıdı. Bo'ldi bak. Anandaki 3-cü gap hozir men Mishel bir tajriba ishlataysan, Zubayr, keyin bir qadam menga. Bilal amsa qarab gaqib baqa. Ko'rdingmi? Bütün beytay deymiz, mana dümbüs bo'lib qoldi deymiz. Şoň çoxum buniki asar oynaganda ishqilib bir tuzsiz turib o'ynashinglar kerak chuma. Sening eng yaxshi ashulqi tomoshabin ko'gisi va yerlaringning hammasi dumban bo'ldi. Chunki afkam cho'nglarning oldiga yutib olmay degan narsaning ta'sirida bir qadam keyinda turib qolganda sen ta turib qolding. Buniki mushta ishlarni qilgan vaqtida mana tajribasizlik qilmasligingni umid qilaman. Yaxshi asar ekansiz. Men umr berman. Rahmat. Jamalada. Sizningcha men bu azroq kichikgina bir fikrim bor. O'zingiz anglasangiz ovozingizda bir xil buvayning nimasi bor. Umaq bir buvayning ovozi nice yaxshi bo'lgan qisiz. Umaq buvay. Bir xil shunda anikin harakatda, badanda yana burunga qaragandek izchillik yo'q. Badan
ovoz hamma narsa birlikda bo'lganda mengishtirish andikanliqdek o'zgacha kulish degandekchi mushu mujassam bo'lganda sizning obrazingiz texmalikin boshqalarga ta'sir qildi haqiqiy bo'vay bo'lsiz ma enimiz shunday yaxshi bo'pti lekin nurg'un taraflarda tunji qitim bo'lg'achqa yetersizliklar bo'pti bundan keyin ishqalarning texmi moslashib texmi nodir asarlarni akilishinglarni qarshi olamiz rahmat sizga rahmat ustoz nomer berman rahmat bularning ro'yga men bu nomer berman siz shunday qilib san'at maktabiga o'tamay man shinjon san'at maktabiga o'tamidi kasblarning ichidagi bir yaxshi kasb buni yaxshi o'rganish bilan bir vaqtda o'zing yaxshi ko'rdigan shu bo'lgandan keyin mushu kuldir deymiz shunga o'xshaydigan sahnalar sizlarning o'rganishinglar uchun yaxshi yana texmo bundaq har qaytib qatnashganda azroq bir narsa his qilsa azroq o'zgarsa azroq ilgarilaysa ashta qilib yurib kim biladi atogin taxa Charles Chaplin'dek sen bizdan chiqqan bir mashhur aktyor bo'lib qolibsan bo'lmaydi qara shunga hargiz bo'shashma qiziqqandan keyin byoyan degan narsani bundan nazariyalarni ko'rib qo'yib nima shu zodi men qilayotgan ish nima teatrning ichida men qiziqqan bu ish zodi nimaga kirdi degan uchun kitoblarda ilib ko'rib qo'y sen endi hozir oliy maktab o'quvchisi bo'lding dashvershing bo'lding sening asosiy vazifang o'rganishku shunday bo'lgandan keyin kitob o'qig'in endi tushunib ketsa anda seni yana bir kappa qilsa shuni ular texim yaxshi bo'lib ketadi rahmat kulkini asos qilgandan keyin endi umumiy qurilmadagi voqeaniki boshlanishi kulminatsiya nuqtasi oxirish degan narsalarga hozir Abdulla bilan jurat deganda sen diqqat qildigan yerlar shuchu voqeani bir butun narsa bo'lishi kerak endi senda hozir asosli buvayning ovozi bak ro'shan yaxshi to'liq nomer beramiz ovozga badan harakatlaring birdan yoshib qoldi birdan butun og'rib qoldi degandek hozir Abdulla degandek rol elishning byoyanning qanday bo'lganligi haqida kitoblarni ko'rib baqsang bir butun obraz yaratish uchun izchil boshdan oxir buvay bo'lish uchun badan qanday bo'lishi kerak harakat qanday bo'lishi kerak ovozning besimi qanday chiqishi kerak tutning harakati degandek boshdan oxir bir obrazni oxiriga yetkazish uchun xeyli bir kuch ketadi-chu shuni boshdan oxiriga yetkazish bir obrazni to'liq yaratgan bo'lsa shunaqa bo'lganda sen hozir ovoz naq buvay endi zo'rab boshda bu ketibdi odatda qizlar ashlar gap qilishmayjimi dadash talab qo'yyapti deb shu inchikki nuqtalarga diqqat qilib endi sen bunga qiziqib qolsa bu obraz yaratishga ma'lum bir vaqtlarda shunday bir obraz yaratish yaxshi bir fursat kelgan vaqtida astoydilroq uzunroq tayyorlik qilsang biz bo'lgandan keyin bir ko'rpasak juradakon bo'lgandan keyin bir ko'rpaslar mesela onu bir ketsa bir qitim bilan paylan qilish jarayonida uqib qolsa doyandan kepidan rahmat seni yana bir qitim bizning programmamizni bet qilganga xush bo'ldim saqa sizga rahmat ustoz yuqorida baholovchi ustozlarimizningki taklif fikrlarini angladinglar inlarim biz bangi o'rganganmizchi o'rganish yana o'rganish deb hozir havaskor sifatida o'rganyapsizlar balkim Abdulla ustoz deganda kelgusida bir donliq aktyor bo'lib qolishinglar mumkin shu vaqtda texim o'rganisizlar shuning ham ish programmalar qatnashgan vaqtda bizning shu kuldir programmamizning nihoyatda mukammal bo'lgan rejissyorlar topamiz bor shulardan ta'lim olsanglar o'z qanchalik bilsa cho'qim sizlarga yetakchilik qiladi sizlarga ham rahmat albatta korxonchilarimizning bu ko'ngil so'g'isi bor bolaligirin silahlaşmayları fikrim qanday yaxshimi yaxshi ekansiz bolaligirin kuldir programmasiga yana bir kelganingni qizg'in qarshi olamiz hamda kelganingga ko'pdan ko'p rahmat oldin ketim sana nihoyatda bir yaxshi sovg'at bergan ruxsat qo'ygansiz bu da zat olib beraman yana olmayman sen beraman yana sizlarga shu bolaligirin nomidagi siliqlash maylari bilan mashina asrash sovuq qilsam men asrash mulozni sovuq qilyapman-ku bu sovuq qilgan asrash mulozni qilgan vaqtinglarda har qaysi Shinjongning do'konlarida chek tortilgan faoliyat bor shuni hargiz unutib qolmanglar chek tortsa buningda 50 so'mdan 1000 so'mgacha naqd pul mukofot chiqadi-chu shuni unutib qolmanglar ma'qul shu asrash vaqtida men haqsiz qilgandan keyin deb ketib qolmay cho'qib chekdan tortib yetib ketinglar rahmat yaxshimisizlar bolaligirin kuldir programmasiga xush kelibsizlar sizlarga bizning sarkar elektr uskunalari shirkati bazar solgan meva sharbati uskunasining esildan ishganlarga bir yurishdan so'q esam sizlar orqali bizning sarkar uy jazir shirkatining uy jazirlarimi bir
Səhənik çıxıb aldı, rəhmət. Rəhmət. Yaxşı mövqam. Yaxşı da yaxşı. Məmnun sizə məsələn mahsulotlardan işkinlarga bir yürüşdən soğat olay. Rəhmət. İnlerimizge hem de bu okudukta mektepte. Eğer bunundaki seferlerde maşin kira kopkasa bizden şu Saybo'daki İçi tarafta bizim maşin setiş ordumuz var VGB markasındaki. Maşin yaparsanlar maşininki soğurttu boşayan resmiyetlerinde menfi kıpagen sırt. İşkanlarga aklıktarlık ama yol başı sistemizde işkanlar birden sonu kısam. Vallahi makul rahmet. Rahmet. Hadi yaxşı mövqam. Yaxşı kazınız yaxşı. Mən işkinlarga şirketimizdeki nait isil məhsulatıdan Çin dil markasındaki köz yürüş yerleştiriş kapsılını soğat qılay. Dinala salamet olsun. Rahmet aka. Rahmet. Yaxshimsizlar? Yaxshi. Sizlarning numaringlardan bek yaxshi huzurlandik. Men sizlarga Shinjan Qo'shnur yuvish buyumlari cheklik shirkati ishlab chiqargan Shuanfulo markasidagi yuvish mahsulotlaridan bir yurishdan sovg'a qilay. Rahmat. Yaxshimsizlar, ukunlarim, shunday yaxshi numarni olib kelibsizlar. Bizningki Bergi Biopan texnik cheklik shirkatimiz Fairlas markasida ishlab chiqarib bozorga solgan aman ko'z ro'shanlashtirish chaplig'imizni ishlatinglarni tavsiya qilaman. Ham shu Fairlas markasidagi mahsulotlarimizdan bir yurish kanlarga so'g'at qilaman. Rahmat. Rahmat. Programmamizga alayda qo'lgan cho'ng ustam shirkati. Yaxshimsizlar, xush kelibsizlar. Cho'ng ustam shirkatining nomidan Qasımlığa xogo yürüyüşlerden ço sallafen aştabına çıkırgan. Bir yürüyüşten soğuk olsam, soğumlu qabul qılsanlar, içidin açqa vaqtida çoğustan məsləhətinin arqandığıdan hazır 600'lük maşın mükafat qılıvatımız ço. Aşının diqqat qılıb içib əgər aşında çıxıb qalsa, şirkətlə əlaqələşib ilvasan buldu. Rahmat. Nazife, yürüyüşlük Çin qaçılarımızda işki yürüyüş soğat qısam, her bir anlağı bir yürüyüşten. Rahmet. Rahmat. Yaxshimsizlar, akagan numaringlardan shunday xush bo'ldik. Albatta hozir o'g'illarmi shu go'zallikka bek intilyotdi, teri asrashga bek muhtoj. Shunlashqa shu Efrana Grimchiligi nomidan har biringlarga shu teri asrash buyumlari yüz suyuqliklardan so'g'at qilsam, qabul qilsanglar. Rahmat. Xush geldiniz Bilal inim, Zubayr inim. Bizning Inaq Aile şirketimizning Inaq Aile markasidagi yurishlik huzur mahsulotlarimiz bor. Balkim burun yeb tetib baqdingiz. So'qmaqlarimizdan, gul qanatlarimizdan shulardan sizga chiqqanlarga bir yurishni so'g'at qilsam, qabul qilsanglar. Rahmat sizlarga. Rahmat. Yaxshimi yigitlar. Chiqqanlarning orzuyinglar uchun davomli izchil tirishinglarni umid qilaman. Urumchi Yeşil Yaproq so'chak shirkatimiz sizlarga Yeşil Yaproq markasidagi sulu etgan chay ichimligidan bir yurishdan 2 yurish so'g'at qilaman, qabul qilsanglar. Rahmat. Rahmat. Yaxshimsiz. Şahsat Ig'iz boshliqi doktorxonamizga vakolatdan her işkilanlarga 1000 yuanlikdan shu Ig'iz boshliqini asrash, davolashga ishlatilgan kat so'qilma qabul qilgaysizlar. Rahmat. Rahmat. Yaxshimsizlar ukam. Xush kelibsizlar. Men sizlarga shu Volqan shirkatimiz o'z tujib ishlab chiqargan Volqan shortuz silindrdan ishkidan so'q qilay. Rahmat. Barcha korxonchilarga rahmatimizni bildiramiz. Mumkin bo'lsa, texnik puxta tayyorlik bilan yuqorida ustozlar degan kamchiliklarni texnik to'liqligi asosida programmamizga ham kelinglar, konib qoldinglar-ku. Bo'ldi. Mushu savoqlarni yaxshi yakunlab, buda texnik tirishib, buda o'tkazilib qolsa, yana cho'qim kelima. Hammalarga rahmat. Ko'rishga bo'linglar. Xayr qo'ying. Haqlidir.